Bugün kunga 14-23 iyun 2004 biz Andijon oblasi Buloqbashi rayonidan keldi. Şol жерде резерв uçtun. Ақыры турнир болып жатыр. Tarbiyalik ko'rsan Anvar Universal Giant sport turi bilan bir necha yildan beri mashg'ulot olib boradi. Universal Giant sport turi bo'yicha O'zbekiston chempioni sport ustaligi nomzod Sher sport klubi sportchisi 40 kilogramda Sardorbek Karimov O'zbekiston. Uning raqibi ko'k burchakda Qozog'iston o'g'loni Jekpajek sport turi bilan bir necha yildan beri mashg'ulot olib boradi. Jekpajek sport turi bo'yicha Qozog'iston chempioni sport ustasiga nomzod professional debyut jang Antyom Pernexan Qozog'iston. Birinchi raund. Stop round. Tayyorgarlik ko'rsin qizil burchakka Alisher Anvarjonov, Farg'ona Oqbo'ri sport klubi vakili. Uning raqibi Imomnazarov Zokirjon, Buloqboshi Sobirjon To'lashev shogirdi. Sportchilar o'rtaga. Ikkinchi raund. Zokirjon.
Stop. Ustunlik bilan ko't burchali sportchimiz g'alaba qozondi. Birinchiga taklif qilinadi. Qizil burchakka Alisher Anvarjonov, Farg'ona Oqbo'ri. Uning raqibi Imom Nazarov Zokirjon Buloqboshi. Yazraklar Assalomu alaykum. Bog'lar, biz bilan O'zbekiston Respublikasi Andijon qalasina Buloqboshi rayoniga keldik. Unifaytdan xalqaro turnir bo'layotir. Xalqaro turnirning professional bo'yida yugurt jasab Ternaxan Intimaq palvonimiz chempion bo'ldi. Jarib o'tdi, yaxshi o'tib, uyushtirayotgan Sabr xo'ja og'alarimizga rahmat. Rahmat. Jarib o'tdi, yaxshi o'tdi. Bu qancha yoshda? Qancha yoshda deyim? Qancha yoshda deyim? Qancha yoshda? 10 yoshda. Bizning Ternaxan Intimaq 10 yoshda. Biz Qozog'iston Respublikasi Turkiston облысы Jetay qalasidan keldik. Bizning federatsiya sport jek-jek federatsiyasi. Jek-jek javohirlari arkasida maqtab. Sen de söylep koyasın mı? Sen de söylep koyasın mı? Söylep koy. Qalay bo'ldi? Жарысты құрған адамдарға өте көп рахмет. Бұл жеңіске жеткізген мені ағайларым және де достарым және де үйімдегі отбасым. Saferin kuchli ekan. Барлығына рахмет. Saferning kuchli. Saferning mıқты oldu mu?